Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Alloh taologa qul edilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam o'zlari buni e'lon qilib, Nasoralar Iso alayhissalomni mubolag'a bilan haddan oshirib yuborgandek, men ham haddan oshirib yubormaylar dedilar. Va o'zlariga ta'rif berdilar. Innama ana abduhu. Men Allohning quliman. Men uning quliman. Abduhu faqulu abdullohi va rasuluhu. Sizlar agar men haqimda juda zo'r gap gapirmoqchi bo'lsanglar, bisotinglardagi eng oliy bir chiroyli go'zal so'zlarni men haqimda aytmoqchi bo'lsanglar, shuni aytinglar demoqchi edilar go'yoki. Faqulu aytinglar. Abdullohi va rasuluhu. Allohning rasuli deylar, uning quli deylar yetadi. Bu yetadi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga haqiqiy ma'noda sharaf, maqom, mansab o'laroq bu kifoya qilardi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom buni aytibdilar. Innama ana abduhu. Men uning quliman. Ya'ni Abdullohman demoqchilar. Ulamolar Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning nega abd deb tanishtiryaptilar? Obid demayaptilar. Allohga ibodat qiluvchisiman demayaptilar. Diqqat qilsangiz, Allohga ibodat qiluvchi ma'nosini ifodalaydigan obid so'zi bilan abd so'zining farqi bor. Obid so'zi inson hayoti davomida bir marotaba bo'lsa ham Allohga qullik qilsa buni obid deyilaveradi. Lekin inson hayotining bir onini ham uning qulligidan tashqarida tasavvur qila olmagan insonga abd deyiladi. Ya'ni Allohga qullikdan ayri qolib yashash emas, yashashni hatto tasavvur qila olmaydigan darajada bo'lib yashashni abd deyiladi. U qul. Ya'ni u bir marotaba hayotida ikki marotabagina unga qullik qilgan kishi emas. U o'zi qul. U qullikdan tashqari narsani tasavvur qila olmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni esa Alloh zotni abd dedi, quli dedi. U zot tasavvur qila olmasdilar. Hayotlarining bir onida, hatto tasavvur va hayol olamlarida hech qachon, u hatto tushlarida hattoki Alloh taologa qullikdan ozod bo'lishni hayolga keltirmasdilar. Agar farazan bu hayol kelsa, u zot buni eng musibat deb hisoblardilar. O'zlari uchun eng baxtqaro kun deb hisoblardilar. Alloh shuning uchun azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni Qur'onda bir qancha oyatlarda Abdulloh deb nomladi. Uning quli, abdi, bandasi dedi, obidi demadi. Allohga qullik qilgan bir quli, ya'ni abdi demadi. Bandasi, abdi dedi Alloh taolo. Chunki u zot tinimsiz, surunkali, doimiy kelishlaridan ketishlariga qadar Allohga qul bo'lib, bu sharafni boshlarining toji qilib ko'tarib yurgan zot edilar payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom.